Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi tarix bilan tanishuv ko'rsatuvimizda qadimgi Sharq tarixi manbashunosligi haqida suhbatlashamiz. Bilamizki, dunyoda, ayniqsa jahon tarixida qadimiy Sharq hududlari o'zining qadimiy sivilizatsiya beshigi ekanligi, eng qadimgi yozuv namunalarining paydo bo'lganligi, o'ziga xos sivilizatsiya yaratgan hudud sifatida alohida e'tirofga loyiq. Jumladan qadimgi Sharqning bir qismi albatta bizni bugungi ona vatanimiz O'zbekiston hududlariga ham to'g'ri keladi. Bugungi mavzu rejasi qadimgi Sharq tarixi manbashunosligiga kirish, ikkinchi rejamiz qadimgi Mesopotamiya tarixi manbashunosligi va uchinchisi qadimgi Eron va Hindiston, Xitoy tarixi manbalariga bag'ishlanadi. Chunki bilamizki, so'nggi paytlarda qadimgi Sharq tarixini o'rganish, sivilizatsiyalarga baho berish, uni insoniyat tamadduniga qo'shgan hissasini anglatish uchun Sharq manbalariga, Sharq tarixini o'rganishga dunyo miqyosida qiziqishlar ortib bormoqda. Endi bevosita qadimgi Sharq hududlari deganda qayerlar tushunilishi haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, qadimgi Sharq tushunchasi bugungi zamonaviy Sharq tushunchasidan biroz farqlanadi. Chunki bu yerda qadimgi Sharq mintaqasi biroz tarixchilarimizning nuqtai nazarida kengroq ko'riladi. Bu Afrika qit'asining shimoliy hududlari, o'sha Marokash, Tunis, Liviya, Misrdan tortib, demak Kichik Osiyo, Frigiya, hozirgi Turkiya hududlari, demak sharqqa tomon, demak Assuriya, bugungi Mesopotamiya hududlari, Iroq Xalq Respublikasi, sharqqa tomon yurganda Eron hududlari, Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston hududlari, Qozog'iston hududlari, davomli o'tganda Hindiston va Xitoy bilan qadimgi Sharq hududlari demak chegaralanadi. Demak, bugungi maqsadimiz ham aynan mana shu hududlar haqida hikoya qiluvchi, mana shu hududlar tarixidan darak beruvchi, mana shu hududlarni dunyo tamaddunidagi hissasini yoritishga xizmat qiluvchi manbalar masalasida gaplashamiz. Chunki tarixni anglash uchun, tadqiqotlar o'tkazish uchun qadimgi dunyoni, demak asorul atiqalarini bugungi 21-asrga demak yetkazish uchun, qolaversa bugungi taraqqiyot uchun o'sha insoniyat kashf etgan qadimiy yutuqlarni qayta uyg'otish, qayta o'rgatish, qayta tadqiq qilish ehtiyoji sabab ushbu masalaga demak yondashilish maqsadga muvofiq sanaladi. Hurmatli teletomoshabinlar, ekraningizda test savollari berib borilyapti. Ko'rsatuv yakuniga yetguniga qadar o'zingizni javoblaringizni belgilab, so'ng to'g'ri javoblarga solishtirib ko'ring. Aslida qadimgi Sharq hududlari bu sivilizatsiya beshigi ekanligini alohida ta'kidladik. Bu nimada namoyon bo'ladi? Bu bevosita daryolar bilan bog'liq. Qadimgi Sharqda davlatchilikning kelib chiqishi mana shu qadimiy daryolarning mavjudligi, ularning mintaqada dehqonchilik va hunarmandchilik qilish uchun tabiiy imkoniyatlarni yaratganligi bilan ifoda etiladi. Xususan qadimgi Misr hududida Nil daryosining mavjudligi yoki qadimgi Mesopotamiya hududlarida Frot va Dajla daryosining demak oqib o'tganligi yoki o'zimizni Markaziy Osiyo mintaqasi davlatchiligida, shaharsozligida qadimiy Sharqning o'ziga xos bir tamaddun beshiklaridan biri sifatida shakllanishida Amu daryo va Sir daryolarining xizmati katta bo'lgan edi. Bundan tashqari Gang va o'sha Hind daryolari qadimgi Mohenjo-daro va Harappa madaniyatlarini shakllanishda, Xuanxe va Yanzi daryolari esa Xitoydagi qadimiy davlatchilikni shakllanishda asosiy rol o'ynadi. Va albatta mana shu davlatchiliklar, shaharsozlik, bu o'ziga xos madaniy yutuqlar keyinchalik o'sha davrda yashagan tarixchilar, o'sha davrdagi siyosatchilar, o'sha davrning yilnomachilari tomonidan ayrim o'sha davr tarixidan hikoya qiluvchi ma'lumotlarni bizni kunimizgacha saqlanib qolishiga olib keldi. Chunki ularni demak ma'lumotlarni, muhim voqealarni yozib bordi, ular toshlarga yozdi, ular terilarga yozdi, ular qurilmagan loy taxtachalarga yozdi, ular quritilishi oqibatida, demak quritilishi natijasida o'ziga xos sopol kitoblar yaraldi va bugungi kungacha ana shu manbalar, tarixiy materiallar, ma'lumotlar ana shu sopol, teri, daraxt, suyakka yozilgan shakllarda bizni bugungi kunimizgacha yetib keldi. Albatta ushbu ashyolarni, ushbu tarixiy manbalarni aniqlash, topish
bu mashhur arxeologlar, mashhur tarixchilar tomonidan amalga oshirildi. Topilgan asrorli atiqalarni saqlash, asrash maqsadida juda ko'p xalqaro miqyosda, UNESCO miqyosida amaliy ishlar qilindi va bugun dunyoning mashhur muzeylari, o'sha Qohira muzeyida, Leyden muzeyida, Britaniya muzeyida, Luvr muzeylarida, O'zbekiston tarixi muzeylarida jahon sivilizatsiyasining muhim asrorli atiqalari saqlanib kelmoqda. Albatta, dunyo tarixida, dunyo tamaddunlari tarixida Misr alohida o'rinni egallaydi. Chunki dastlabki davlatchilik, dastlabki madaniy markazlardan biri aynan Nil daryosi havzasida bugungi Misr Arab Respublikasi hududlarida shakllangan Misr davlatchiligi tarixidir. Misr tarixi va uning o'rganilishiga qiziqish juda avval boshlandi. Xususan 19-asrning boshlarida Yevropada Misrshunoslik maktabi shakllandi. Misrshunoslik maktabini shakllanishining asosiy sababi albatta Yevropa davlatlarida markazlashgan davlatlarning tashkil etilgandan keyin ularda va ularning bevosita tadqiqotchilarida albatta o'sha paytni davlatchiligida Yevropa siyosatchilari nazdida sharqni o'rganish, sharqni tadqiq qilishga qiziqish ortdi. Bu albatta o'sha davrning siyosiy istaklari, qolaversa o'sha davrdagi bir iqtisodiy rivojlanishlar sabab ilm fan ham, ilmiy tadqiqotga ham urg'u qaratilganligi bilan ifodalash kerak. Bunda birinchi Misrshunoslikka asos solgan shaxslardan biri bu italiyalik olim, qadimgi Misr tarixi va manbalari bo'yicha dastlabki izlanishni olib borgan shaxs Silvestr de Sassi bo'ldi. U juda ko'p, demak, Misrga oid materiallarni yig'di, ularni ommaga tanishtirishga urindi. Bilamizki, italiyaliklar, umuman Italiya demak davlatchiligida 16-asrdan boshlaboq o'zi sharq xalqlari tarixiga qiziqish, butun sharq hududlariga o'zining elchilari, sayyohlarini yuborish madaniyati shakllangan edi. Keyinchalik ushbu tadqiqot Yevropani yana bir kuchli olimi Jacques-François Champollion tomonidan Misrga qiziqish ortdi va Misrshunoslik fanini bir yuksak cho'qqiga ko'tarib qo'ygan olim sifatida tan olish mumkin. Jacques-François Champollion o'zi Grenoble universitetining professori bo'lgan. Yosh professorlardan biri sifatida qadimgi Misr yozuvini o'qishni sirini topganligi bilan tarixda qoldi va uzoq yillar Misrni tarixini yashirib yotgan hierogliflarni o'qish sirini topdi. Bilamizki, Misr davlati o'zining taraqqiyot bosqichida juda ko'plab xorijiy mustamlakalarga, demak, qaram bo'ldi. Mustamlakachi davlatlar tomonidan Misr boshqarildi va mana shu jarayonda boshqa madaniyatlarning kiritilishi, boshqa sivilizatsiyalarning ta'sirida ko'hna Misr sivilizatsiyasi va aynan uning asosi bo'lgan yozuvi muomaladan chiqdi va uni o'qishni biluvchilar soni kamaydi, hattoki yo'q bo'lib ketdi. Natijada Misr tarixini o'rganish, Misrdagi mavjud o'sha tarixiy yodgorliklarni o'qish borasida muammolar yuzaga keldi. Jacques-François Champollion aynan ana shu topilgan ammo o'qilish qiyin bo'lgan Misr hierogliflarini o'qishga uringan va o'qishni uddasidan chiqqan shaxs sifatida tarixga kirdi. Albatta bu qanday sodir bo'ldi? Bu 1799-yilda Napoleon Bonapartening Misr hududlaridagi istilolari vaqtida topilgan Rosetta bitik toshidagi, demak, bitik aynan mana shu manba yozuvlarni o'qish imkoniyatini yaratdi, chunki u yerda qadimgi Misr va qadimgi Yunon tilida bitilgan bir xil matnning mavjudligi Jacques-François Champollionga bu o'qish imkoniyatiga dastlabki qadamni qo'yishga imkoniyat yaratdi va buni qisqa bir 20 yildan ortiq umrini sarflagan Jacques-François Champollion 1822-yilda Misr yozuvlarini rashifrovka qildi, ya'ni o'qish sirini topdi. Shu tariqa bekilib yotgan qariyb eng qadimgi sivilizatsiya, eng qadimgi davlatchilik Misr haqida to'laqonli va yangi mukammal, demak, ma'lumotlarni, manbalarni topish va o'qish imkoniyatlari Jacques-François Champollionning kashfiyoti orqali amalga osha boshladi. Undan keyin mashhur arxeolog 1922-yilda roporosi Jacques-François Champolliondan 100 yil o'tgandan so'ng navbatdagi bir yangilikni amalga oshirdi. Bu ham bo'lsa Carter, ingliz arxeolog Carter tomonidan Tutanxamon maqbarasining topilishi bo'ldi. Chunki bilamizki, Misrda firavnlarni mumiyolash odati bo'lgan, ularni alohida, demak, Misr qoidalari doirasida
mumiyolashgan, saqlashgan sarkofaglarga qo'yilgan va katta o'sha piramidalar ichida saqlangan. Bu arxeologlarni, tarixchilarni qiziqtirgan va mana shu sarkofaglarni topish, ularni dafn marosimlarini o'rganish, ularning e'tiqodlari bilan bog'liq o'sha qadimiy izlarni topish uchun olimlar urindi. Karter aynan ana shunday olimlardan biri bo'ldi. Endi Tutanxamon maqbarasining topilishi nimasi bilan boshqalardan farqlanadiki, bu yerdan juda katta, demak, boyliklarni ham topilganligi, o'sha Tutanxamonning oltindan qo'yilgan yuz qiyofasi ham u yerda aniqlanganligi bu topilmani ahamiyatini oshirdi. Bundan tashqari uni buyumlari bilan ham dafn qilingan. Bugungi kunda Misr Arab Respublikasining poytaxti bo'lgan Qohira shahridagi muzeyda aynan mana shu Karterning Tutanxamon maqbarasidan topilgan buyumlar saqlanmoqda. Bu olimlarning kashfiyoti, bu olimlarning izlanishlari Misr tarixi, Misr manbalarini o'qish imkoniyatini ochganligi bilan ham izohlanadi. Albatta bu yerda yana bir narsani e'tirof qilish kerakki, Jak-Fransuas Champollion o'sha aslida Yunon millatiga mansub bo'lgan, ammo yaxshi Misr tarixini bilimdoni bo'lgan Manofen asarlarini ham o'qiganligi Misr tarixini yana ham mukammalroq yoritishga, taqqoslashga imkoniyat berganligi bizga ma'lum. Bundan tashqari Misrshunoslik maktabi bugungi kunda dunyo bo'ylab rivojlanyapti. Demak, 19-asrda jiddiy kirishilgan, asos solingan Misrshunoslik maktabi mana 21-asrgacha davom etyapti. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligida hamda Germaniyada alohida Misrshunoslik maktablari faoliyat yurityapti. Olimlari, demak, haligacha tadqiqotlarni, yangiliklarni, izlanishlarni davom ettirishayotganligini biz ko'ramiz. Endi Misr adabiyoti ham alohida eslashga arziydi, chunki Misrni qadimiyati, tarixi haqida va Misrda ko'tarilgan o'sha insonparvarlik g'oyalari, Misrda ko'tarilgan o'sha gumanistik g'oyalar ularning adabiyotida ham aks etgan va o'sha adabiyotning yorqin namunalari bu Ipuser yozma bitiklari, Aka-uka haqida ertak, Marhumlar kitobi va Ajal shahzodasi nomli xalq og'zaki ijodiga asoslangan adabiyot namunalarida yaxshi saqlangan. Masalan, Ipuser so'zlarida mamlakatdagi o'sha davr tarixi, masalan, Misrda issiq iqlim, har xil vaziyat, ocharchilik ro'y berganligi, qashshoqlik va adolatsizlik kuchayganligi haqida ma'lumotlar saqlangan. Demak, bu adabiy asarlar, bu adabiy bitiklar, saqlanayotgan manbalar o'sha davr tarixi, o'sha davrning real holatidan bugungi 21-asrga ma'lumotlarni yetkazadi. O'sha davrda yo'lga qo'yilgan adolatsizliklar, xatolarni anglash va bu xatolarni qayta qilmaslik uchun mana shunday asarlarni o'qish va Misr haqida to'laqonli tasavvur olish imkoniyatlarini ham yaratishini ko'ramiz. Bundan tashqari qadimgi manbalarda bu Kichik Osiyo mintaqasi ham alohida ajralib turadi. Kichik Osiyo mintaqasi bu hozirgi Turkiya hududlari. Turkiya hududlariga tegishli manbalar ham bugungi kungacha yaxshi saqlandi. Xususan nemis arxeolog Genrix Schliemann Troya shahrini topdi 1870-yil. Mana bu yerda o'sha Troya otini tasvirini keltiryapmiz. O'sha xosiyatsiz sovg'a sifatida bugungi kungacha 21-asrgacha yetib kelgan bir tarixiy fakt. Bu Troya shahri, demak, Turkiya hududlarida to'g'ri keluvchi qadimiy ko'hna arxeologik obyekt. Genrix Schliemann ana shu Kichik Osiyo tarixini, o'tmishini o'rgandi, chunki Troya haqida va Troya urushlari haqida bugungi kungacha ma'lumotlar yetib kelgan. Ancha uzoq davom etgan, 10 yil davom etgan Troya urushi. Bunda Troya shahzodasi Paris tomonidan Sparta shohi Meneleyning xotini go'zal Yelenani o'g'irlab ketilishi bilan bog'liq jarayonda ro'y bergan Bolqon va Kichik Osiyo o'rtasidagi to'qnashuvlar haqida hikoya qiladi va mana shu arxeologik topilma, ya'ni Troyani o'rganilishi bizga o'sha Iliada va Odisseya Gomerning asarlarida, ya'ni dostonda olg'a surilgan fikrlarni moddiy ashyolar orqali, topilgan shahardagi asarul otiqalar orqali taqqoslash, bog'lash, lozim bo'lsa isbotlash imkoniyatlarini ham berdi. Xet davlati mana xaritada ko'rsatyapmiz, bugungi Turkiya hududlariga mos keladi. Turkiyaning bir qismi qadimgi Xet davlati hududlarini ifoda qiladi. Xet davlati tarix sahnasida
miloddan avvalgi 18-asrdan to miloddan avvalgi 13-asrgacha 5 asr davomida hukm surgan davlatchilik hisoblanib, bu davlatchilikka tegishli yana bir manba 1887-yil tarixchilar tomonidan aniqlandi. Bu Misrdagi Telamarna yodgorligidan diplomatik yozishmalarni bizgacha saqlanib qolgan bitikni topilishi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Va mana shu topilgan mixat yozuvlar, ya'ni xet mixat yozuvlari, tosh bitiklar va tasvirlar, diplomatik hujjatlar, arxeologik topilmalar, tarixiy joylar hammasi bizga Kichik Osiyo haqida, uni madaniyati haqida, umuman Kichik Osiyoni Sharq madaniyatiga, sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi haqida ko'plab ma'lumotlarni beradi. Bundan tashqari, mana arxeologik amaliyotlar haqidagi tasvirni beryapmiz. X davlatini yanada mukammalroq o'rganish bu nemis arxeologi Winkler tomonidan amalga oshirildi. Winkler ham bu yerdan juda katta bir arxeologik topilmalarni bizga yetkazgan 10 minglab taxtachalardan iborat arxiv, ayniqsa Xet Misr tinchlik shartnomasini mixat variantini ham topganligi bu yerda katta ahamiyatga ega voqelik bo'ldi. Agar biz tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, aynan ushbu bitim, ya'ni Xet va Misr o'rtasidagi tinchlik shartnomasi dunyo diplomatiyasidagi katta bir dastlabki yozma shartnomaviy bitim sifatida tan olinadi. Hatto BMT tomonidan uni o'sha peshtaxtalariga yozib qo'yilgan dastlabki diplomatik yechim masalasida qo'llaniladigan tarixiy faktor. Ya'ni diplomatiyada ham, madaniy hayotda ham qadimgi sivilizatsiya yutuqlaridan foydalanish, ularga murojaat qilish bugun ham davom etyapti. Bundan tashqari, navbatdagi noyob manbalar saqlangan va dunyo sharq sivilizatsiyasi juda katta o'rin tutgan global ahamiyatga ega kashfiyotlarni vatani bo'lgan Mesopotamiya haqidagi manbalar ham juda ko'pligi va muhimligi bilan ahamiyatlidir. Qadimgi Mesopotamiya, bu mana xaritada ham tasvirlayapmiz, Frot va Dajla oralig'idagi qadimiy hudud. Bu hududda azaldan Kish, Shumer, Akkad, Nippur, Assur, Nineve kabi dastlabki shahar davlatlar shakllandi. Ular orada demak mintaqa uchun kurashlar olib bordi, alohida markazlashgan davlatlarga aylandi. Aynan Mesopotamiya tarixi, ya'ni uni miloddan avvalgi 3000 yillikdagi dastlabki davlatchilik tarixi, keyinchalik buyuk hukmdor Sarg'ombir davridagi markazlashtirish siyosati, keyinchalik davom etgan buyuklik, demak hattoki o'sha dastlabki buyuklikni da'vo qilgan imperiyacha kayfiyatdagi Assur davlati ham aynan mana shu Mesopotamiya sivilizatsiyasining bir qismi bo'ldi. Endi bu sivilizatsiya haqida qaysi olimlar tadqiqotlar o'tkazganligi biz uchun qiziq. Henri de Genouc, bu fransuz arxeologi, Henri tomonidan qadimiy Mesopotamiyani Kish shahri juda e'tibor bilan uzoq yillar o'rganildi, qazish ishlari o'tkazildi va Kishdagi o'sha shahar davlatlar o'zini mukammal demak chizmalari, mukammal arxitekturasi bilan Henrini hayratga soldi. Keyinchalik bu tadqiqotlarni Buyuk Britaniyalik arxeolog Steven Langdon ham davom ettirdi va topilgan arxeologik materiallar, mixat yozuvida qoldirilgan manbalar yana Misr tarixini muhimligi, uni demak siyosati, uning iqtisodiyoti haqida bugungi kungacha yetarli ma'lumotlarni beryapti. Keyinroq Mesopotamiya tarixi bilan shug'ullangan olimlar safiga biz Baterioni, Cooperni, Dalli, Bauer, Lambert kabi AQSh va britaniyalik olimlarni xizmatlarini ham e'tirof etib o'tishimiz kerak. Albatta, Mesopotamiya deganda dunyo nimani tushunadi? Bu dunyodagi birinchi kuchli armiya, ya'ni doimiy muntazam armiya. Mesopotamiya bu qonunlar yaralgan hudud. To'g'ri, qonunlar avval bo'ldi. Ya'ni Mesopotamiyada qonunlar ancha avval boshqa hududlarga nisbatan paydo bo'ldi, amaliyotga tatbiq etildi. Ana shu qonunchilikdagi eng katta muvaffaqiyat Bobil podshosi Hammurapi davrida qabul qilingan qonunchilikdir. Bu ham aynan manba. Hammurapi qonunlari bugungacha saqlanadi. Hammurapi hukmronlik yillari paytida qabul qilingan ushbu qonunnoma 282 ta moddadan iborat bo'lganligi haqidagi tarixiy fakt bizga ma'lum. Ammo tarixiy jarayonlar,
qora bazalt toshdan o'sha o'yib tashlangan yoki tabiiy sharoitlar sabab to'kilib qolish hisobiga bugungi kunda u moddalarning 35 tasi yo'q va 247 ta holda saqlanib, bugungi kunda ushbu tarixiy yodgorlik, ya'ni qora bazalt tosh Hammurapi qonunlari o'yib yozilgan tarixiy manba Fransiyaning mashhur Luvr muzeyida saqlanmoqda. Bu qonunnomada ijtimoiy hayot, iqtisodiyot, sud tizimi, mulkchilik masalalari, hattoki nikoh masalalariga oid ham moddalar borligi bizga miloddan avvalgi 2000 yillikdayoq Mesopotamiya hududlarida madaniyatga, tarixga, taraqqiyotga e'tibor katta bo'lganligi va o'sha moddalarda ifoda qilingan demak fikrlar orqali Mesopotamiya tarixi haqida tasavvurlar olish imkoniyatimizning yaratilganligi ahamiyatli holatdir. Albatta, Xitoy tarixini o'rganishda biz e'tibor berishimiz kerak. Xitoyshunoslik dastlab Yaponiyada paydo bo'ldi. Kadzuka Shigeki tomonidan bir nechta Xitoyga oid asarlar yaratildi. Keyinchalik Yevropada fransuz millatiga mansub Shvan tomonidan Simatsiyaning tarixiy yozishmalari asari fransuz tiliga tarjima qilindi. Keyinchalik fransuz olimi Maspero tomonidan qadimgi Xitoy asarlari o'zlashtirildi va yozildi. Amerikalik olimlar tomonidan alohida Xitoy tarixini o'rganishga ixtisoslashgan xalqaro jamiyatlar tashkil qilindi va O'zbekistonda ham Xitoyshunoslik maktabi o'ziga xos tarzda rivojlanyapti. Uning vakillari juda ko'p. Yorqin xitoyshunos olimlar sarasiga biz Ablat Hajayevni kiritishimiz mumkin. U kishi tomonidan Buyuk Ipak yo'li va Xitoy tarixiga oid ko'plab asarlar, manbalar yozilgan. Shuning bilan bugungi qadimgi Sharq manbalari tarixiga bag'ishlangan navbatdagi tarix bilan tanishuv ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. E'tiborlar uchun rahmat.